Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kamronbek. Bugungi videomizda biz uyimni obzor qilib chiqamiz. Qara bo'lmasam ketdi u. Birinchi o'rinda uyimdan boshlayman do'stlar. Mana bu yerda rasmlar ilib qo'yganman. Mana uyimni ko'rib olishlaring mumkin. Hammasi bu yerda yaxshi ketyapti edi, ammo polizlarim hozir ham o'zgarish kiritishimiz mumkin. Men bir narsani o'ylayapman do'stlar, stadion qursammikan deb. Ammo stadionga ko'p vaqt ketadi. Ammo hozirda ham rejalashtiryapman. Voy men jinni qilib olgan qilig'imga qaranglar do'stlar. Men jinnimanmi yo? Polizlarni o'stiradigan bor edi-ku. Hozir qarab kelaman do'stlar. Ungacha pauzada qo'yib turaman. Va do'stlar, mana tong ham otdi. Va do'stlar, sizlarga bu 1 minutlik bo'lishi mumkin, 1 sekundlik video bo'lishi mumkin deb o'ylagandim, lekin 2 minut o'tib ketibdi. Ammo men oradan 1 hafta o'tdi Minecraft'da o'sha. Voy bila! Polizlarimiz do'stlar, va nihoyat o'sibdi. Buni mazza qilib qishtayman-da. Qishga olib qo'yganman buni. Hozir do'stlar bilasiz, sentabr. Mana do'stlar, shu bilan videomiz ham yakuniga yetdi. Kommentariyada uyga baho berib ko'ramiz do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obunani bosib ketamiz. Menga sizlarning fikringiz qiziq. Fikringizni esa kommentariyada baholab keting. Va meni uyimni ham 10 dan necha balgacha qo'yishingizni ham esingizdan chiqarmang do'stlar. Va xayr, sizlar bilan Kamronbek Official 07 kanali